Qoidasi bir xil, biriga bir tushadi. Faqat endi bunda meridianlar o'zgaradi. Meridian. Biz birinchi olganimiz alfa direksion burchagimiz o'q meridianlar bo'ladigan bo'lsa, endi biz haqiqiy meridian va magnit meridian yordamida azimutlarni aniqlaymiz. Tushunarlimi? Qoidasini so'rab qolsam mabodo siz meridiandan soat mil yo'nalishi bo'ylab chiziq yo'nalishini hisobga olib, mana shu chiziqgacha o'lchanadigan burchingiz bu. Meridiandan ketsa yo'q. Mana bu direksion burchagida, lekin siz o'q meridiandan ketishingiz kerak. Tushunarli? Farq shu. Ana endi biz o'lchab olgan qiymatlarimizni yozyapman mana bu yerga. Birinchisi alfa AB elektronlik direksion 177 gradus, to'g'rimi? Mana alfa BS 300. Mana bu 300 gradus va alfa SA ketishi 70 gradus. Va endi mana buni qo'shimcha qilib olib qo'yapman. 4 ta chorakka bizga qo'shimcha qilib olyapman. Mana bu masalan alfa A1 B1 necha bo'ladi? Ham chizig'imiz 180 ni oshyapti. 210 alfa A1 B1 necha qilib olyapmiz? 210. Bo'ldi mana shu. Alfalarni qanday olganligini hamma tushundimi? Hatto o'zingiz qo'shib olasiz. Ha, qo'shib oldim. Sizda 3 ta bo'ladi. 3 ta. A, B, B, S, S, A. 3 ta bo'ladi. Men hozir bundan keyingi rum burchagini hisoblash uchun 4-sini ham qo'shib olyapman. 4-sini. Bo'ldi? Xo'p, ana endi bizda og'ish burchagi bor mana. Og'ish burchagi. Birinchi haqiqiy meridian, haqiqiy azimutni topish uchun nima dedim? Haqiqiy meridiandagi og'ish burchagi kerak. Mana bu. Hamma biladi, mana bu yulduzcha haqiqiy, pastga qaragani o'q, tepaga qaragani magnit. Birinchisida bizda haqiqiy va o'q orasidagi burchak, bizda haqiqiy azimut. Og'ish burchagi 2 gradus 0.9 mil. Endi azimutni aniqlash uchun formulasini yozyapman. Azimut teng bo'ladi mana bu o'lchab olgan direksion burchagimiz. Bizga aytdik, boya yozdik. Direksion burchak ma'lum bo'lganda og'ish burchaklari orqali azimut burchak aniqlanadi. To'g'rimi? Demak, mana bu bizda bor alfa burchagimiz. Bunga endi yoki qo'shamiz yoki ayiramiz. Nimani? Og'ish burchagini. Og'ish burchagi. Ana endi qachon ayriladi, qachon qo'shiladi? Mana shu savol bor bizda. Endi e'tibor beramiz. Mana bu biz o'lchadik-ku, o'q meridiandan, to'g'rimi? Burchak. Ana endi biz mana bu o'q meridiandan g'arbga qarab, ya'ni chapga qarab yuryapmiz. Chapga qarab 2 gradus orqaga qarab, chapga qarab yurganimda nima bor ekan bu yerda? Meridian. Qanaqa meridian? Haqiqiy meridian. Burchagi nima bo'lyapti? Ortyaptimi, kamayapti? Ortyapti. Demak, chapga, ya'ni g'arb deb beryapmiz. Biz g'arb tomoniga qarab meridian surilgan vaqtda qo'shiladi. Bu narsa, mana narsa bu tarafda ham bo'lib qolishi mumkin sizda. Haqiqiy meridian o'ng tarafda, ya'ni bizda sharq tarafda qolishi. Endi bunda sharq tarafda bu tarafda bo'lganini hisobiga nima bo'lib qoladi? Burchagingiz orqaga qaytib qoladi. O'shani ayiradi. Tushunarlimi? Siz tushunishingiz uchun topografik xaritada qo'ygan vaqtingizda, to'g'ri qo'ygan vaqtingizda g'arbga qaraysiz. Og'ish burchaklar. Endi shunda sizda chap tarafda turadigan bo'lsa, bu degani burchak ortadi. Qo'shib ketaverasiz. Agar siz mana bu o'ng tarafda turadigan bo'lsa, o'q meridianga nisbatan birinchi o'q meridianni qayerdaligini bilmaydi. O'q meridiandan o'ngda bo'ladigan bo'lsa, ayrilib ketadi mana bunga qarab.
o'ngga chapga o'tib qoladi. Chapda bo'lsa buradagi burchak ortadi, o'ngda bo'lsa kamayadi. Tushundingizmi? Shuning uchun yozyapman endi mana tepaga. Hop, alfa burchagi 177 gradus edi. Endi bizda chapda bo'lgani uchun qo'shib olyapman. 2 gradus 0.9 minus necha bo'lyapti? 179 gradus. 179 gradusi 9. Keyingisi ham xuddi shunday ketaveradi. Bu holatda mana bunda ham orqaga qaytib ortadi, buni ham